Endi hech kim ayab o'tirilmaydi. Jazo qat'iy va qattiq bo'ladi. Yangi turdagi jazo va ularni ishlatish tartibi yaqin orada kuchga kiradi. Hozir bularni sizga sanab beraman. Faqat sahifamga obuna bo'ling. Birinchisi, ichib olib mashina haydaganlar to'g'ridan to'g'ri 15 sutka qamoq jazosi. Ikkinchisi, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan shaxslarni, mashinani haydab yurganlarni mashinasi olib qo'yilishi ko'zda tutilmoqda. Endi undan-da qat'iyysi. Uchinchisi, ya'ni yil davomida qo'pol qoidabuzarliklarni ko'p marotaba qaytargan shaxslarga nisbatan 30-50% chegirmalar berilishi to'xtatiladi. Ular jarimani 100% to'lashadi. To'rtinchisi va oxirgisi, voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan, xalq tilida pravasi bo'lmagan shaxslar endi to'g'rima-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishi ko'zda tutilmoqda. Ilgari esa buning uchun faqat ma'muriy javobgarlik bo'lgan xolos. To'g'ri, hozirgi vaqtda bu faqat loyihada va hali amalga oshgani yo'q. Lekin ehtiyotkorlikka va ko'zni ochishga chorlash va targ'ibot bu meni vazifalarimdan biridir. Bu videoni rolda yuradigan temir ot minuvchilarga yuborib qo'ying. Ularga bu albatta foydali bo'ladi.